Loviyani po'stlog'i qand kasalligini me'yorda ushlab turishini bilarmidingiz? Loviyani po'stlog'idan olamiz, zig'irdan 1 choy qoshiq olamiz, suvidan 1 osh qoshiq olib, 1,5 litrlik kastrulkadagi suvda yarim soat past olovda qaynatib, sovigandan keyin kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda ichiladi va qand miqdorini me'yorlashtirishga, tabiiy yo'l bilan insulin ishlab chiqarishga yordam beradi. Men oldingi intervyularimda ham aytib o'tganman. O'zimizni mana shotut barglarini ham damlab iching. Rosa yaxshi normaga keltiradi qand kasalliklarini. Qancha ichgan bemorlar rahmat, meni saxrim shuncha edi, hozir normaga tushdi deganlar qancha darikdan yozishyapti. O'sha ichayotgan him dorilar bir joyga foyda bo'lsa, bir joyga zarar. Mana shu tabiiy yo'llar bilan erinmasdan olib, mana shu mahsulotlardan foydalaning va tabiiy usulda o'zingizni qand miqdoringizni normaga, ya'ni o'sha tushirishga o'zingizga o'zingiz yordam bering. Agar sizda qon kasalliklari, sirroz kasalliklari, jigar, ichki a'zolar muammolari bo'lsa, pilonefrit kasalliklari, dizbakterioz, vahma, vasvas, qon quyuqlik, qon bosimining oshishi kuzatilayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bizga o'sha Telegram orqali analiz diagnozlaringizni jo'natsangiz, biz sizga tabiiy usulda qanday qilib mana shu kasalliklarga yordam berish kerakligini maslahatlarni berib boramiz.